Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamizda Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi fizioterapiya bo'limida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy ko'riklar haqida so'z yuritiladi. Aholi salomatligini saqlash, yuqori saviyadagi sog'lomlashtirish ishlarini tashkil qilish bugun yurtimizda tibbiyot tizimida olib borilayotgan izchil islohotlarning asosini tashkil etadi. Bu borada chiqarilgan qaror va farmonlar aholining jismoniy faollik darajasini oshirish, kasalliklarning barvaqt oldini olish, kamaytirish, aholi salomatligi yo'lidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda muhim qadam bo'lmoqda. Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi fizioterapiya bo'limida bugungi kunda 33 nafar tibbiyot xodimlari aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. O'ta yuqori chastotali tok bilan, magnit maydon, nur bilan davolash, elektr uyqu uqalash xonalari, trenajyorlar zali mavjud bo'lib, ular zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining fizioterapiya bo'limida barcha zamonaviy apparatlar bilan ta'minlangan. Bu yerda asosiy bizda 15 ta bo'limga xizmat ko'rsatamiz. Undan tashqari shu ambulator keladigan bemorlarga xizmat ko'rsatiladi. Bu hammasi apparatlar o'sha Buyuk Britaniyaning BTL firmasidan olingan apparatlar. Bu yerda hammasi kompyuterlashtirilgan. O'sha bemorga qo'yilgan tashxisga qarab biz bemorga murojaatlarni olib boramiz. Fizioterapiya asosiy maqsadi demak tabiiy hamda sun'iy omillar bilan davolash hisoblanadi. Bizda tabiiylardan bu parafen yorug'lik bilan davolashga kiriladi. Undan tashqari sun'iy ham fizioterapevtik o'sha muolajalar bilan olib boriladi. Bu yerda o'sha ultrazvuk apparatimiz, ultratovushli udarniy valnoviy terapiya deydi. Undan tashqari lazer apparatlarimiz bor. Bu lazer apparatlarimiz demak hamma kasallarga ko'rsatmasi bor. Undan tashqari ikkita Rossiyaning eng zamonaviy portativ apparat bilan bu o'sha bo'limlarda bo'lib fizioterapevtik muolajalarni olib boramiz. Oyog'im yura olmasdim. Keyin keldim, hozir 4 kun lecheniya oldim, lekin yurib o'tiribman hozir. Foydasini bildim. Rahmat shu yerdagi doktorlarga. Apparatlari yaxshi ekan, zamonaviy. Fizioterapiyaning boshqa davolash usullaridan foydali taraflari shundaki, u nafaqat boshqa dori vositalarini talab qilmaydi, balki shu bilan birga o'zining odam organizmiga faol ta'siri yordamida dori vositalarini qabul qilish muhtojligini ahamiyatli darajada kamaytiradi. Immunitetni mustahkamlaydi va davolanish muddatini anchagacha kamaytiradi. Shamollash, og'riq va shikastlangan joylarni tez bitib ketishiga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, tizim rivoji yo'lida maqsadli tarzda olib borilayotgan ishlar xalqimizning sihatini ta'minlashda muhim omil vazifasini o'tab kelmoqda.